Agar siz mana bunaqangi taklifnoma chiqarishni batafsil noldan o'rganmoqchi bo'lsangiz, ushbu videoni oxirigacha ko'rishingizni tavsiya qilaman. Bosqichma-bosqich har bitta detallarigacha o'zim chiqarib o'rgataman oxirigacha. Faqat do'stlar, ushbu videoni kengroq tarqalishi uchun, kanalimiz rivoji uchun bir donagina layklaringizni ayamasdan bosib qo'yishingizni so'rab qolaman. Tayyor bo'lsangiz, unda marhamat. Biz boshladik. Buning uchun bizlarga kerak bo'ladi, mana taklifnoma qog'ozlari kerak va jazbor kerak va Word dasturi kerak bo'ladi. Va Word dasturiga kiramiz. Kirganimizdan so'ng bo'sh fayl ocha olamiz va bu yerdan maket degan bo'limga kiramiz. Mana. Va bu yerdan mana hamma biladi, orienterga kirib turib, mana uni mana pastdagi albomnayaga o'tkazib olamiz. Bu yerdan yana qiladigan ishimiz, mana razmer turibdi. Razmerga kiramiz va oxiriga tushsak, mana bunaqangi yozuv bor ruschasiga va shu joyga kiramiz. Bu yerga mana razmer kiritish kerak bo'ladi. Mana razmer turibdi. Hop, necha razmer kiritamiz desangiz, bu sizni taklifnomangizni razmeri bo'ladi. Mana bunaqasiga o'lchaysiz. Xo'p, bunaqasiga 12 ekan. Bunaqasiga 8 ekan. 12 ga 8 ekan, ko'rib turibsizlar. Hop, bu yerda mana OKni bosamiz. Mana ekan, tayyor bo'ldi taklifnomamiz razmeri. Hop, endi qiladigan ishimiz yana bizni mana tevalarida turibdi, mana yozuvlari har joydan bo'lib qoladi. Shuni sal qirg'oqroqqa keltirib olamiz. Mana bu yog'ini sal chekkaroqqa keltiramiz. Bu yog'ini ham chekkaroqqa keltiramiz. Mana yo'llarini ham sal tevroqqa chiqarib olamiz. Mana tayyor. Endi bu yerga yozamiz. Mana endi men tayyor yozib turib, ko'proq qilib qo'yganman, shuni joylayman. Mana ekan, endi hozir bu yoqqa o'tkazib qoldi. Sababi mana bu yerini oxirigacha tortmayman. Mana ekan. Ko'rib turibsiz. Xo'p, endi bu je katta buni adashmasam. Xullas, yozishni o'zingizlar bilasizlar. O'zingizlarga moslab yozaverasizlar. Hop, endi mana taklifnomamizni joylab olamiz printerimizga. Mana joylab oldik. Endi boshida baribir qurbon bo'ladi. Bitta, ikkita, uchta, endi bu yog'i sizning mahoratingizga qarab pechat bosdim. Men endi xato qilaman hozir. Sababi siz ham xato qilsangiz nima qilib to'g'rilashsa bo'ladi, shuni o'rganib olishingiz uchun boshida xato qilaman. Xo'p, mana ko'rib turibsiz. Xatolar serob. Hop, yana o'zgartirish kiritdim. O'sha qog'ozga moslab, mana faylni bosamiz. Bu yerdan pechatni bosamiz. Yana pechat va dani bosamiz. Va bu safar inshaalloh o'xshadi. O'xshagan bo'lsa o'rtoqlar bitta like bosib qo'yasizlar. Mana ekan. Hop, endi buni baribir sal yana ishlab bersa bo'ladi. Sal o'ngroqqa surib turib, mana oshni ustidan ismini yana sal bu yoqqa surib qo'ysa bo'ladi. Endi men qog'ozni ortiqcha uvol qilmay, siz shunday qilib bemalol o'zingizga moslab o'rganib olsangiz bo'ladi. Endi shuni yozib o'tirmayman, menga tayyor PDF formati kerak desangiz, hop, Telegram manzilini qoldiraman. Bemalol o'tib, ko'chirib olib ishlatsangiz bo'ladi. O'rtoqlar, hali ham videoga like bosmagan bo'lsangiz, bir donagina like'ingizni bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ysangiz, inshaalloh bundan ham foydaliroq videolarni chiqarishga harakat qilaman.